Mana katta daraxtlar, necha yilki daraxtlar. Otam ekib ketgan bog'. Bittalab toshini terib, bog'roq qilib, ballarim yesin, ichsin deb yaratib ketilgan bog'. Shunchalik bu yerlar aerodrom bo'lib, yerga dorixona bor edi. Dorixona narsalar suvlar bilan yuvib tosh, g'ish, musorxona, porxona bo'lib tashlandiq yerlarda obod qilib ekkan daraxtlari, bog'lari otajonimdi. Naryoqlar uchun urush janjal qilishmaydi, olamiz demaydi. Mana bittagina shu yer ko'zga ko'rinib bog'roq bo'lib turgani uchun mana katta daraxtlar ekilgan, bog'roq qilingan. Allohga shukr, 11 ta farzandni voyaga yetkazib, halol yedirib, halol ichirib, hammamizni uyni joyli qilib, shu yerda meros qilib taylab ketgan otam. Lekin men shu yerda egalari ko'payib, bugunlik kunga yashab turgan uyi, 2 xo'jalik uy, bolalari, nevaralari bilan uy joydan chiqarib yuboramiz deb zo'rlar olayapti. Iltimos, shu bog'da bilay deganlar, otamni taniy deganlar, shuncha xizmatlarini olganlar, ko'rganlar, birovni haqqini yeganimiz yo'q. Ziyod Allohim mana shunday bog'roqdan kimda haqqi bor chiqarib yuborishga. 1 yillik narsa emas, 2 yillik narsa emas. Esimizni tanigani beri shu yerga yashab yurgan joyimizdan, uyimizdan chiqarishyapti. Yaxshilar, ko'ringizlar. Shunday qonun qoidalar bormi? Yashab turgan uyimiz, joyimiz, bola chaqamiz uylardan chiqarib yuborish haqqi bormi odamlarda? Yaxshi jonlar.